Ertalabdan yuzimda yo'q pardozim osmonda hilpirab uchayapti, ishton lozim. Nima ekan deb qarasam, avjiga chiqibdi jimbazim. Shoshmay turlaring, nima bo'lsa bo'lar. O'zbekiston birinchi o'rinda olar deb mana Indischani boshdagi omad patini ham yulib, to'g'ri o'zimizni mahallaga keldi. Bir payt qarasam, nima bo'lyapti Anjela opa deb so'rasam, bo'lyapti parad qatnashyapti, 18 ta davlat yutganga uy beryapti 3 qavat desalar bo'ladimi? Ha, yutishimiz aniq ekan. Sababi Farmon bibini bosh kelini shotda ekan. Yosh kelini o'zbek akalarini yutmasa yutqizib yuboraman deb gazini beryapti ekan. Ha, keldim, men ham o'ynay. Oq terakmi, ko'k terak? O'zi nima qilish kerak deb so'rasam, pulni ko'kidan terish kerak ekan. Uni qo'ying, oppoq ko'zi qisiq hindistonlikni kim ko'rgan, o'ynashni ham bilmas ekan. Shatda borib unga hindcha o'ynashni o'rgatgandim. Orqamdagi Ramayana meni xudoga soldi. Kakras kelinlarga ana topdim. Katta piyola, aslida u bosh kiyim ekan Xitoyda. Xullas uni qo'ying. Paradni ochilishini mana tepasi Filippin, pasi karis metislar boshlab berishdi. Bu yoqda chingalchuklar ichagimizni chigar qildi. Shu maskani orqasida kim bor ekan deb rosa qiziqdim. Bir erkak vijdonsiz o'ynab bersa bo'ladimi, ishtonsiz. Ayollari sochini o'rab, erkaklari sochiq o'rab, raqsmi, boksmi, nima bo'layotganini tushunmay turgandim. Bir payt qarasam, hayvonsimo odamlarmi, odamsimo hayvonlarmi deb tursam chalg'ib, kep qoldi o'zimizda akalar childirmani chalib. Aka choling balandroq, ko'rib qo'ysin hammasi. Bizda o'zbek qizlarimiz chiroylidir barchasi. Vatanimiz bizda yuragimiz parchasi. Ko'rib hammasi qolsin hayratda, O'zbekiston luboyni qoldiradi ortda. Sog' bo'lasizlar.